Tozliq va poklik vazifasi. 2-qism. Oldingi sonda Qobil bilan Inna masjidga kech qoldi. Odatda Qobil boldur keladi, nimishqa kelmagandi. Kech qolgani yetmagandek, butun badani kir holatda keldi va hamma yerni kir qilibdi. Qobil! Hamma yerni pokiz tozlash esingdan chiqmasin o'g'lim. Bu yer masjid, namoz o'qiladigan yer. Qolganinglar Qobilga yordamlashinglar. Men tez kelaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Buncha kir bo'lib ketgidek, qayerda eding Qobil? Bu hiliqi. Inna, kullikning ustiga tuz chiqqan. Voy, rahmat sana Qobil. Sen Innani qutqizib qolding. Shu, sen bo'lmagan bo'lsang, biz Innani yo'qotib qo'yatdik. Qani do'stlar, kelinglar Qobilga yordamlashib, masjidni tozalaylik. Hey, oldi bilan berib o'zingni tozalab kel. Qani boshlaylik. Men charchab ketdim. Bu kir chiqmayotdi. Qanday qilishim kerak? Balkim yaxshi surtmagan bo'lishim mumkin. Men qilib boqay. Bismillahirrohmanirrohim. Bu cho'tka qo'nirab qolgan o'xshaydi. Belki erib ketdim. Inna bizga yordam bermoqchida qiladi. Mencha bu gilam yutgan narsada qiladi. Biz oydiki buningdan yaxshi. Ali, nimishqa bundaq deysan? Qani ishlatib boqaylik. Mencha bu kirni pokiz oladi. Mush tugmani bosimizga deyman. Voy. Hafiz, agar ish qilgan vaqtingda amin bo'lmasang, uni qilmag'in. Buni qandoq ishlatadigandu? Barakallahu mayra.
بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Tozliqqa diqqat qilishni unutib qolmanglar.